Assalomu alaykum. Qadrdonlar, efirda Begum Rashidon. Biz bitta ishimiz tugatdik. Banya kirish. Hatta 850 mingga mana bu narsa keldi. Mana nimalari, palon battan, buni esimda yo'q. Hammasi ishlaydi. Mana bu yerda dushevoy. Mana bu yerda toratxonasi. Shvedga ariston o'rnatdik, vitishka, kafel, tepasi, natijnoy patolog, chiroqlar и unitaz. Mana yerdan podpitka ketgan. Mana bu joyga yoplab qildik buni. Mana bittasi turibdi. Kelajakda keyinchalik yana xohlasa, aytga xohlasa bitta radiator qo'yishlari mumkin. Mana yerga bitta palatensa sushi deb qo'yish mumkin. O'shanga ikkitalikdan qilib qo'ydik. Zakrytый sistemada buni qilib ketganimizga necha kun bo'ldi? 5-6 kun bo'ldi. Mana shu 08 atmosfera turgan, shunday turibdi. Ishlatganimiz yo'q. Nержавейкада bo'lgan расширитель qo'yib qo'ydik. 5 litrlik topolmasdan 8 litrli qo'yib qo'ydik. 8 litr. Mana shunaqa ishlar uy. Bax hovli, bet hovli. Rishton shahrida, Bo'chay qishlog'ida bu. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aytaverasizlar. Hammaga omad, sog' bo'linglar.